Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammangiz mush vaqt xayrli bo'lsin. Yaqinda Malayziyadan Turkiyaga qaytib kelingan 11 qarindoshimiz o'g'li to'lib bo'layotgan bu ishlardan hech qanday aloqasi yo'q odamni chiqarib qo'ygan rasmiy va bu ishni tafsilotini bilmaydigan hech qanday xabari yo'q odamniki taqib yurgan fitna fasodlar tufayli bu ishga o'z qo'lidan qatnashgan o'sha odamniki bir sig'ilish sufli bilan hamda men o'sha videoni ishlashga majbur bo'ldim. Bu orqali hamda bu videoni ishlashga maqsad hozir navbatdagi Uyg'ur da'vosiniki o'tirda da'vo to'g'riliq fitna fasod haqida himoyatni ko'rib chiqishi va kimningki haqiqiy fosid, haqiqiy fitna fasod ekanligini bilib olishi. Men qurultayning odami emas, ammo ayniqsa shu ishni tashkil qilgan chog'da qurultayning yordami bilan bo'ldi bu ishlar boshlanayaq. Moddiy jihatdan pul to'plagan boshqa qarindoshlar bor. Ularmi qurultay bizga yordam qilgan bo'lishqa qurultay yordam qilib deylik, ular hech qaysi u qurultayning odami emas, qurultayning a'zosi emas. Nabijanalloh, ondan Zibulagam, Gollandiyadagi Germaniyadagi. Ondan Gollandiyadagi Abduslam Niyaz, ondan İstanbulda yana qarindoshimiz bor. Shular hamda ashadagi shularga yordam qilishga ulardan pul to'plab, ondan buniki qancha ishlatgan zo'rliq, ondan keyin qilib qolganiki kimlik qilgan ularning inchga hisobi bo'lgan bir ish bor. Hamizniki talon va bag'an avtomobildan tortib, yegan tomoqdan tortib, turgan o'tadan tortib, shu nimaga sepaygan, adam idish sepaygan puldan tortib, mashina buzib qolgan shundan tortib, hammasini hozir mana shu videoda ko'rsatsa tafsilotini. Bu yerda bir yo'lda hech qanday bir mo'ljal pulim yo'q. Men o'zim berib, bu yerda bir 20 kun turib yenib kelgandan keyin hech qanday bu ishga balki 1 sent qolgan, ular ishim yo'q. Faqat o'zim kurtal qizil ko'ylak olganim bor. Shunga yozilib, ham o'zim ko'ylak olganda pulni yozib qo'ydik. Ana shunday tarzda pulni kinaga qilinishi tizimli bo'lgan o'sha ish bor. O'rtada fitna fasod chiqarilib, faqat va faqat maqsadi da'vo buzg'unchilik qilish va Xitoyning ko'ziga muhib qaralgan qurultayni haqni Uyg'urlarniki nazardan tushirish va yoki ashla qilganlarning orqasidan nodillarcha egishotganlar qilyapti bu ishni. Men tuvanda butun jarayonda bo'lgan voqeaning jarayonini hammasini shu dalillar bilan isbotlanishlar bilan mana shu videoga kelishtirib o'taman. Hammaga vaqt bo'lib qolmasdan. Men 13 ayning 3 soat 17:58 da Dolqin.com'dan bir telefon ochib oldim. Men undan burunmi Uyg'urlarning u yerda shunaqa yordam qo'llanib bo'lishlariga berayotgan, qatnashayotgan birisi Dolqin.com'dan tanishman. Dolqin.com telefon qilib, mana javob 2 kun ichida shu Malayziyaga borgansiz, ashadagi Uyg'urlarga Taylanddan qo'shqa Uyg'urlarga yordam qilishayotgan degan dinama qildi. Men shu kunsi bilet qoldim va aytsi Uyg'ur biletini bin tepib 13 kundan 6'sı jabdib mağdum. Men shu Dolqin.com shu Istanbulda ashada mushkil lazım bo'lgan pul jiqqanlar bor ekan. Shular bilan ko'rsangiz, ashlar azab nasib berdi. Men o'zimninki endi $2000 deb va İstanbuldagilar bilan ko'rishib, ulardan $1000 qo'l qo'yib, imzo qo'yib oldim. Mendan burun Malayziyaga borgan Abduqayim Kambakan O'zbekistonda Uyg'ur kanalda turishdik. Uni qurultaydagi shu Mehmet O'qkamlar kanaldagi boshqa Uyg'urlar bilan birga tashkil qilishib yurgan ekan. Ammo u yerda bir kishi yetishmay, ham boshqa hamda u O'zbekistonda cho'g'an boshqa bir imkoniyatga Uyg'urchisi hamda bizning vatanda so'zlangan Uyg'urcha bilan biroz farq qilgan hamda. Ammo u yerdan qo'lday bo'lsin deb hamda u yuborgan odam shu chet el pasport bo'lish kerak, chet eldan o'qish kerak degandek shartlarga shu men shu o'xshaydigan meni belgilamsan qilib bordim. 13 ayning 6'sı İstanbuldan men Jiddada 10 soat vaqtlarni qolgan ekan. 13 ayning 7'si Kuala Lumpurda ko'rishdim. Oldin shu Abduqayimdan chiqqan qom. Birinchi kunsi kechlik borganman. Borgandan keyin u yerda biroz paranglashdik. Kechda yetib qolgan keyin aytsam tafsilotni. Chunki u ishning boshqa yo'lini qanday qilish to'g'ri, menga hech qanday xabarim yo'q hamda. Ajoyib borgandan keyin bilsangiz degan. U yerga borgandan keyin aytsi Abduqayim dedi ham u bolalarning ba'zilari shu Tailandda tutib qolibdi. Keyin ba'zilari mana shu nimaga qochib kerak endi Malayziyaning ichiga. Ularni men berishdan burun 5 bolani adam bilishchisiniki bilan ularni Istanbulga oila tavbatlarini tunishtirib, ashlarga pul yetib berib, adam bilishchilarga pul yetib berib, ularni Paxonga bir yasg'andi. Ular shu ekan. Undan boshqa bolalar hech yurgan biz shu bosh bolalarniki biz bilan aloqa qilishini kutib turganmiz. Oraliqda u qochib chiqqan bolalar o'zing Istanbuldagi qolgan aloqa qilishgandan keyin Istanbulga tavbatlar qurultay bilan aloqa qilishdi. Qurultay endi mana shu Abduqayim o'tgandan keyin uningki Malayziyadagi telefon numerini shu oila tavbatlarida bergan ekan bolalarniki. Bolalar
Endi u yerda sir chiqib chiqqan telefon yo'q. Faqatki yo'l bo'yida u yerda ushlab qolgan xildan nihoyatda xatarga tavakkal qilib endi telefonni so'rab, telefonni o'zini oyog'iga aloqalashgan chog'da oldiga imkoniyat telefon numerini deb bergan ekan, ular yozib olgan ekan. Endi boshqa qaytib kelsak, bunlar 11-20 kechasi u yerdan qochibdi. Malayziyadagi u Tailanddagi Salov degan yerda turgan bolalar bo'lib, ularniki to'plam 2 telefon kamerasi bor deb berdi. O kameralarniki birsida 30 necha, birsida 20 necha bo'lib, endi to'plam 61 Uyg'ur bola o'xshaydi ekan. Uniki 25 kishilik, kameradagi bolalarniki 20 qo'shmoqchi bo'libdi endi. Qolgan 5 bola qo'shmagan ekan. Chunki qochqidek ahvolda emas ekan, salomatlik bo'lsin, boshqa jihatdan bo'lsin. Endi to'yib ketgan Bilal degan qarindoshimiz shu 25 kishining ichiga birisi endi. Men shu bolalar bilan ko'rishgandan keyin egaligi ahvolda. Ular shu qo'ldagi bir tal mix bilan endi, bir tal mixni kirib o'tgan uning ichiga, turning ichiga. Shu mix bilan tomdan tutjasa, sizib endi uni bag'asi shu qo'rqitib, jijilab yurib endi shu biz rasmni ko'rganda xabarda shu 2 tal tutjasa, tush kechib tomdan. Boshqandan keyin uni bu yoqqa qarab turgan kamera bor ekan, kamera qarab turgan adamni turning ichini shu turgan kameradan ko'rib o'tgan. Ham shu kameraning ichidan qarab, shu kameraning ekraniga bir kim qarmayotgan chog'da endi o'sha yerda muhlan shu tomni teshib tayyor qilib endi ishda o'sgan keyin ikkitasi ichiga tushgan qilib tayyorlab qo'yib endi 2 soat ichib bo'lgan chog'da ular undan burun shu qazigan chog' lozim bo'lgan va tayyorlab qo'ygan shu newsation raqtidan tikkan paypoq bor ekan. Bo'lmasa ular turning ichida oyoq kiyib yurmaydigan endi, oyoq kiymaydigan. Shunga sir chiqqan chog'da qochgan chog' lozim deb shu narsani tayyorlab kelgan. Ammo endi uni boshqa tayyorlaydigan hech qanday yeydigan bir narsa yoki ular qilish sodir hech qanday narsa yo'q endi. Lekin u ishga tushgan bo'lsa shu tish ishga tortilgan chog'da birisi tishini tushib qolibdi. Ya'ni nimaniki turniniki voyisi tushib qolibdi. Tushib ketgandan keyin u ovoz bilan endi 4-5 bola chiqib bo'lguncha sirtga turning soqchilari ularni qo'llab turibdi. Darvozadan 4-5 bola chiqib qolgandan keyin uning orqasidan shu soqchilarimiz shularni qo'llash bilan bo'lib u yerga ketibdi. Orqadan chiqqan bola shu ishni segrab tushib, ya'ni eng boshida 4-5 bola Uyg'ur bola chiqdi, orqasidan bir necha soch qo'lladik, u sochning orqasidan qolgan Uyg'ur bola yana qo'llashib, o'sha yerdan sirtga chiqib turgan sirtga. Chiqqan ular deyishgan bo'yicha boshqa hamma tarafga qarab taqlib qochib turgan, hech qanday tutib qolmadi u yerda. Shu O'stanga olib tushib ketgan ekanligi tepsin segrayotgan chog'da sim nima endi qo'rquluq tumur narsa qo'lni ishlatgan bolalar ekan. Shakirjon buniki qo'lni xalondan ziylatgan ham bu bolani tutib qoldi keyincha soqchiga. Ammo hech qanday tutib qolmaydi, o'rmonlikqa qochib kirib endi. U Sadovga yana yaxshi yeri Malayziyaniki Tailand bo'lgan chegarasiga 20 kilometr kelgan, men u yerga bordim o'zim, o'sha yaqin yerga. Shunga ular endi shu turning ichidagi vaqtdan keyin xassa shu Malayziyaga kelganligini bilgan, turning oqimizga deb shu oltirib qolsa, shu Malayziyaga kelganimizni bilib to'xtashgan edi. Unga o'tiribga qochib, endi ularning chiqlari shu nimada taqib ketgan ekan, o'rmonlikni tepshamay, endi yana qilishib qoldi, tepishibdi. Tepishib o'rmonlikni ichida ular o'ziniki Istanbuldagi oilasi bilan shu Tailand turning vaqtdan keyin aloqasi bor ekan, orliqdan turmush aloqalashib uxlar ekan. Oshnamning telefon nomeri xotirasi bor boshqa ular bilan aloqalashibdi. Ammo endi Tailanddagi chegara rayoniki har qanday bir fuqarosi ham xuddi Toshqo'rg'onniki Tojikistonda sajur kelgan. Shu ularniki yo'l bo'yida uchrab qolgan u odamdan telefon so'rab, Turkiya bilan aloqalashishni xatar endi. Ammo u xatarga tavakkal qilmay bo'lmaydi. Chunki bo'lmasa ular hech qanday adam yo'q shu o'rmonlikning ichida endi. U nishonsiz, hech qanday nimasiz qochib yurish to'g'ri kelgan. Ular Istanbulga aloqalashgan keyin Istanbuldagi oilalar Qurday bilan aloqalashdi. Qurtaydan u yerga Alloh imkonini birinchi o'tibdi, ikkinchi meni o'tibdi. Arliqda bular lozim bo'lgan xarajatni yo'qotgan ish qasi bu Qurtay yig'ilgan, Qurtayni yaxshi ko'rganlar yig'gan, ya'ni Zubullah kam Germaniyadagi. Undan keyin Nebjan Ela, undan keyin Aslan Niyaz, Istanbulning chiqqanlar aşı yig'gan. Hattoki Qurtaydan dokunaysam, uni qutlagan dokun kam mo'yuru verdi deb aşadı. Zubullah kam dedi. Men bu o'zimniki 2 ming dollar bilan bordim u yerga. Malayziyadagi nima Kanadadagilarmi shu hozircha o'qimayman jirib, uni azrni shu Abduqo'yim qilibdi, Abduqo'yimning onasi yo'q ekan yerda, onasi bilan birga o'tgan kun. Endi u ishini tashlab u yerga ketgandan keyin uniki chiqmoq. Men hech qanday bir kimdan pulmadim. Men mashina qildim deb unga pulini oldim. Yenimdan qolgan chiqimimni ko'tardi. Mana shu ishqa chiqqan pul chiqqanlar shu ko'tardi. Biz u hisoblarni butun shu ayblanmalar bo'lsa, uni taloni, undan keyin u yerda chiqqan qolganimizni talonida buni mana qaytib berdi. Endi men shuni burun
İstanbulda meňişden burun bizden köşüp kilebolýan satyljanynda Dolkun Esa, Dolkun Kamşar diýen bogaçga aşu balanyňky aýldy abatlarynynky jykan pullardan $3,000 bizden pul guýup belep bardym Malaçaga. U balla şu taýyny bilen türünden kaçyp çykanken aýsy alaklaşyp Kanadadan bagan Abdulrahim Kamynyňky telefon numeryny şu balaga dep berdi aýlysy ýa-ni. Maşyny numeryny izlanyp tutup, maşyny bilen alaklaşaňlar diýen eken, u bala hemde şu jagdan eken şu Abdulrahim Kamynyňky telefon numeryny ýazyp algan eken. Ondan eken bu Abdulrahim Kam uýa berdi ular bilen görüşmesden, maşu İstanbuldaky 2015-nji ýyly Taýlanddan İstanbulga bagalanyň içinde hemde aşaýdaky edem bilişçilerini ýa mafiýalarny tuýulgan balalar eken, hemde şular alaklaşyp, şu boronky mafiýa edem bilişçileri bilen ular pul sepirip, şu 10 neçe balaga hemde kişi beşi neçe puldy men okmaýman, bu hesapny men tutmagan. Ular pul sepirip başlaryny bir kadar şu Malaçaga ötküzüp bolganga, ondan keyin Malaçada şu Abdulrahim Kam çykyp ularny aldyga çykylgangarak plan tuzuşýan. Ama o balalarning iki grup adam bilişçisi nime götürüpdi, Malaçaga ötküzüpdi. Bir grupy yüzünki lebzi turup bergen pulny elep, şu Malaçaga ötküzüp, tutulankine ait kısa wagtdan süreç parkon diýen 110 maşynasy bilen o Malaça çygasyna 10 kilometr kiloga gelgende. Şu ýerge urlaşypdy. Endiken u balanyň aldyň habar alganga şu İstanbuldaky kaçkan balanyň tunuşynyki şu Malaçadaky tunuşy ekende. Şu Şemsul Alemde ben görüşdüm keyinçe. O balalar şu 5 balanyňky aldyň habar alganga bir öýge urlaşyp, adam beýişleri taşlap gitipdi olany. Ýerleşip goýup. Ýani bir grup bala ne ötküzüp goýuşga mesul bolan adam bilişçileri hemde ular inowasiz çykyp, oturlukdan niýetini bozup, bu balany şu tatlyp çykaganmy, maşyny bilen Taýland hökümetinden ýa-ki Malaça hökümetinden çykaganmy, şulardan şüphesiz bu ýurtda bularna şularga iýet berdim diýen gepler maşyny gitip berip, o gepler bulunupdy. O nimedeki Taýlandda türlü tugan balanyň içinde Abdusamat diýip bir bala bar hemde, o şu Taýlandyňky ýerlik dilini öýrengenke, ondan Taýland françy eken. O bala onun nimde ýuşatyny hukuk gapdy. Hukuk galan ýolda Taýland bilen Malaçanyň çygasyna ýakyn kelgen çagda şu ormanlykda bir öýge maşyny şu etrapda toxtup, ondan keyin o oýunyň içinde başlarak bir ýerde şu uzun bir agamçyny kıska kılıp kesip, BBC bilen uruşlar, talaşlar kılıp atgan çagda o bala diýişip, biz bu ýerden kaçyla. Çünki ular hukuk eken, ularnyň golduny hem gaýdyp baklap hemde. Ondan keyin telefon bilen özüniňki ailesi bilen görüşge goýmay, şu hökümet tapşyryp beren şoňy siz bagan eken, o balalar kaçyp bolýan. Adam bilişçisi ularny tutamapdy. Lekin ýene gaýdyp tagyp ketdik diýdi. Tagyp ketgenden keyin gaýdyp bir şey bular. Bu ýa tepiş kaldyram hiçkini şunu tepişdi. Men şu balany bir gatyn algan çagda şu şolda şu keçip gitip ondan keyin tepişganken, ondan başga okşagan Abdulrahim diýmiz, Şakirjan diýmiz, ular şu kaçkança, ondan keyin Malaçanyň çygasyna ötmej turup bäzenleri üst bolgan eken, şuna tutup gapdy hemde. Endi toplam şu 20 balanyň 9y tutup kaldy, 9-nyň 3-y Malaçanyň çygasyna tutup kaldy. 6-sy Taýlandyň çygasyna tutup kaldy. 6-sy Malaça üst bolgan Malaçanyň çygasyna tutup kaldy. Galan 11 balanyňky 5-ni adam bilişçisi bardy, bakanga 6-syny biz apardyk, Abdulrahim Kamynyňky. U balalar eken şu adam bilişçisi maşynasyna geçip çykgandan keyin şu ormanlykda geçip jürüp, şu Malaçanyň çygasyna okşamagan şekilde bäzi balalar Osmanjan demesleň men berip Taýlanddan çykyp berip näçe çyraga berip diýende keyin gaýdyp üzetdi. Galan balalar birinji gün bolup şu ormanlykdan aýtdy. Hatarlyk ormanlyk ýanyň içinde timsah bar eken, sasyk bar eken. Ondan keyin ilan, maymon, her xil haşeratlar bar edimdi. Bu ýerden diýilgen bilen soňky balalar şu miwe, ondan keyin şu ormanlyk su bu näsini içip jürüp şu tutdumy nime ýok, kilgan näse ýok, şuny ýalan ýak aýdan kyçyp jürgenimdi. Ben kögen çagdan balaň ahwalyny aýtmaça agyryp galyp, näte sakay diýemdi. Lekin men u bilen görüşken, birinji baladan görüşken wagtda 13-8-y üstün bilen görüşdim. 13-9 etgende. Şunuň üçin 13-9 desek, 11-nji aýynyň 20-sinden başlap 20 gün hemde şu ormanlykda oýup geçip jürgen balalar hemde. O Malaça bilen Taýlandyň çygasynda bar hemde, çygasakçy daim moto bilen kelip çalap durdy kelimde. 2 kat sıntow eken, men özüm çek berip gördüm. Bir tarafı şu nimege ait Taýland gaýyp, bir tarafı nimege Malaçaga gaýyp. Balalar bäzileri şu burun aşaýdan kaçkallar tişip goýgan, aşaýdan kesip goýgan ýaly boldy, aşaýdan kaçkaly bar eken. Bäzileri simptomy kolap, tigiden hemde, aşaýdan ötüp hemde. Ondan keyin atlet ormanlyk kelip aşaýda bes garat berýän adam bar ýerigen, ondan keyin
Aşı yeza kentlerge aşılaq kelgen ballan barken. O ballan Malaysiyaga ütüp bolup hem de aşağıdaki haklar bilen alakılışıp şunun telefon numarını hem de telefonunu sorap yol boyu haklar bilen yoki tilamchilik qilib kelganda aşuna qilib жүрүp bizde alakılışını taşıp turandi. Men Malaysiyaga bargan günün ertesi 12-18'e bizden qanday qilamiz deb maslahatlaşıp o yerlik kartadan beni üzemge gelip ondan keyin telefon her vaqt uçup so'm etgan telefon bir powerbank kelip deganda Kia Centralga yaqin bir yerda turib atkanmiz. Seferden boğaçkan o günsi men keşte boldurak aramalay berip dep hem de çünkü bizniki başta ulardan kilgan haberini saklashdan başka şuna qilgan işimiz yok hem de. Berip onu o alçıgrada izlep yurishning amidi yok. Otel berip tursam nima keldi? Abduqo'yim keldi. Abduqo'yim nihoyat yugurib sirtdan aldirash kiribdi. Endi tamoqqa kechlik tamoqqa o'tirib qolgan ishadi. Men bir bal telefon qildim, ama gapni tushunamadim deb. Endi O'zbekiston tug'ilgan o'g'ri boshqa, bizning shu xotinning ko'p yanglishibsini uqlamapti-da. Telefon alsam shu Yusupjon, ko'zoynakli Yusupjon. Shu telefonda shu gapildi hamda. Sal ovozim yig'lamsirabroq hamda. O'sha ekipdan bo'lsangiz, ma'lumini saqchiq topshiribmiz deb. Nim bo'ldi bo'lsam shu chegaraga kirgandan keyin hamda chegaradan tizliqni yangi bir xalqning uyiga kiribdi. Shu o'ylashtirib mana shu ular ko'rgandan keyin uni nimaga saqchiq ma'lum qilmoqchilar. Bu yerdagi aholining kechiqlari nashar ekan. O Yusupjon qo'lga xat yozib, meniki shu tilni o'qimasmanda, onun o'yinga ketganasini yozib hamda meniki og'inam shu nimada qoldim bir og'inam bor. Shu shaklni ekitmoqchi. Agar aşağıda bir telefon qilibsan, chaqirib bersam, ekipning ekitishni bo'lsa, onun o'yinga pul deb shuni tushuntirdi bir shakllarda. Ondan keyin bizniki telefon o'rnimiz o'tgan o malay telefon qildi. O malay anachimcha inglizcha bildi ekan. Aranışıpsam şu adresini de berdi. Ondan sonra ağinanın yerine gittim. Ben bir şeyde ağinanı yakın kurayda ben şu o yüz gibi kabin alıştı hem de. O yam sıkıya olan iken o önemli şeyler düşünmek bakılmayın de. Kabinin geçişinde buraya kazak şu el yolu sepet aşağı yetken biz şu yapın anlatırken Kuala Lumpur'dan Kedah diyen yerdi. Şu ne bilen çiğrada şey. Kadatlarına şey kalıp mamuk. 800 kilometre yakın kilo ya. Kechilab men ham shu aytgan bo'lgancha to'yga berib shu bomdodlamoqchi o'tib ketishdan burunroq o'sha bahonasi bor. Berib berdilar bizlar yurib topdik o'yini. Adresini navigatsiyadan yozib bergan boshqa biz qarshi qo'shni o'ylasak o'shaga o'z qaror yurib oylik qutib qolsa ular kulib bizni chiqdi. Chiqqandan keyin 3 so'mlik kirishdik, ulug'ma biz 10 ming turdik, 500 ring turdik hamda. Unga tushuntirib yurib bizni o'zimizning salohiyatni boshqacharoq tushuntirib bergan hamda. Chunki u bizga xato. 2016'da aşağıdan başka yerden de kaçıp şu Malaysiyaga kirib, ondan keyin şu Türkiye'ye kelmoqchi bo'lgan 9 bolani ağlı adam yönetilgan. Şu an o bala Türk pasportu bo'lib, endi uni shu 9 boladan birlikda Malaysiyaga chiqib, o'zimiz Xitoyga qaytib bergan. Men bu qatim Istanbulda mana nihoyatda yordamchi bo'lgan bir birodar bor. Shuniki davr insiyan oldingi yil yashagan. Bolani tutqizib berib, birlik tutib Xitoyga qaytib bergan Uyg'ur bolama endi. Shuniki aksiya endi. Shundan keyin bu ishdan de ma'lumotda belli xatar bor endi. Lekin ularga yordam qilish uchun shu chet el pasport bo'lgan bir sababni sunmaydi. En vasitli bu Malaysiyaning hukumati Xitoy parasini aytishni qo'ymaydi. Bu Xitoyning yeni qilgan hukumati ham hozir tema bu. Yanlış qilgan hukumati faqat o'xshamaydi. Shundan keyin u nimani oldik? 500 ringitni berib, Yusupjon oldik, mashinaga chiqqandan keyin ishlik u yerdan ijrolat bermasa bo'lmaydi. Chunki axir bizning pulni olgandan keyin ham saqchilab qo'ysa, yana bizni tutilib, Yusupjon tutilib bo'lmasin deb bu yerdan uzoqlashdik. Xuddi nima ketib qolsa, bu Kuala Lumpurga ketib qolsa, u yerga bekiroq. Yani ma'lum o'tgandan keyin chegara tarafda yana qolgan bolalar bizga xabar qilib qolsa, yana 800 kilometr nariroqning tagiga joylab, uni chegara rayoni tuzaqmi to'g'ri bo'lmaydi. Bu yer bexatarlik uyg'on emas, chunki atrofda shuni qurashgan yurgan saqchilar chiqadi. Shundan keyin shu yerga 350-400 kilometr qilgan bir Penangdek ayrim bir sayohat shahar bo'lgan bir orol bor. Men burun borgan, Malaysiyaga 4-chi qatim berishim ekan. Şu Penang degan shu orolga etmoqmiz biz nimani, Yusupjonni. Shu nimada so'rashimcha hamda shu mashinada chiqqandan keyin qancha bolalar yana sizdan boshqacha yurgansam, 7-8 bolalar bor deb atrofda boshladi, lekin yani BBC'ni nereden uqmaydigan bo'lish uchun tug'ilgan ekan. BBC'ni tepshamay, ammo BBC bilan oraliq yaqinlashib yerlarda hamda 7-8 bolalar bor deb boshladi. Degandan keyin o nima nihoyat yuz ko'zli yara, qo'llar butun yara, ashuna bo'lib ketdik u Yusupjon.
Yol boylarında biz toxtaşını bunun üstüne olsa ensireymiz çünkü saqçılar var. U yerda maşınlarni to'xtatib tekshirib o'qilg'achlar chegaraga yaqinlashgan sari texmi chiqgan qo'rg'onliq askarning navbat tutgan yerlari bomba ekan endi o'tirib tekshirib qolsa yana bemalol bo'lmasin deb bevaqtdan heplarkin shu o'zgartirib bordik. Yo'lda hech qanday ovoz qolmagan shular. Borgan keyin u yerdan o'tirilib üstüne o'rashib qo'ygan keyin üstdan og'ib qolib boshladi yerda. Qizib ketdi. Ondan keyin yutilib degandek o üstgan açmış duraya kirib tomoqqa kirib tuzaq yana qaytadan bizni uch bola telefon qildi. Uch bola bor ekan, shuncha bir telefon qildi. Biz mana shu planiyada nima shu kerak degan ekan, mana shu o'xshashni yo'lag'ini üstgan olgan yana atrofga. O'sha yerda uchimiz boramiz bir qizil munorasi bor bir jamiga biz namoz vaqtida o'sha yerga ochmish kiryapmiz. O'sha yerga kelgan bo'lsangiz, o'sha yerda tepishadigan bo'lsak deb boshladi. Degan ekan biz yana qaytadan Yusufjanning o'zining shu o'talda olgan ucurlarni qo'yib, hozir tomoqqa kirib, doğrusini nima qilib, uchimiz yana qaytadan bordik. 400 kilometrga yana qaytadan. U yerga borgandan keyin berib o'qichanda u bolalar bilan aloqalashmasa, bizniki u bolalar aloqalash amalimiz yo'q endi. U atrofdagi jamilarning boshida telefonda o'qisam shu men Yusufjon og'aning atrofida ishgal jami ekan. U jamining ham rasmi yo'q Google'da. Xalson bunlar qizil biz o'qimaymiz. Birinchi jamiga bordik, navigatsiyani tepib, u yerda oqshomga shom namozini qilib kirgan qilsam u namozini boshqa bizning Uyg'ur bola yo'q. Namozdan chiqqandan keyin ham yana qayerda jami bor deb qolsam, yana bir yerda jami bor ekan. Arliqdan biz 400 kilometr yo'l bo'lgan keyin bir narsa yeb oldik deb endi. Bir narsa yegilib bir oshxona qo'yib, shom ulgurib, xuftan ulgurib yana qaytadan shu yana qizil narsa jami bordik. Jamida xuftanni qildim, undan keyin arliqdan chiqqanda u bizning bolalarni ko'mdim. Jamiga kirgan chog'dan keyin jamini xatamda qaraydi ekan bir notush bir adam kelsa, buni nima qilib kelgan deb qaraydi ekan. Ben xuddi bir hafta shunga aylanib so'rab olgan men bilan biz bilan bilib olgan bir ashkol ko'nkam o'rlashgan malayziyalik birisi bor endi. Men Abduqiyumkan, mumkin malayziyalik shu bir kishilik huquq tashkilotining a'zosi va aynan anda shu Malayziyadagi bir universitetda ma'lum bir birodar bor. Shunga mashhur bo'lgan uchmiz. Shuni so'rab olganim, mishada ma'rifat bir nima bormi? Sayohat rayoni bormi? Mashada bir podshohning burunqi shu qabristonlik mashhur bir narsa ekan, yeganchimcha arxeologiya bilan shug'ullanganlar yoki ba'zan mana siyosiy qilgan yatlar degan shu ismini ism tutib kirib o jamida namoz o'qigan keyin imom kelib mendan so'radi. Sen o'ynab keldingmi bu yerga shuni degan keyin men sayat rayoniga kelgan atrofchilar shunaqa namoz o'qidan shu jamiga kelib namoz qiladi kelgan bo'lsam u yerga eng yaqin qolgan bozorning ismini tutib olgan edi. Tesadüf bo'lsa so'raydigan chiqib qolsa, diqqat chekmasin deb. Sen ne turasını falan soruyordu. Yani icra diye turasını aşağı yakın ya. İcra da bir yapmak dedi. Hem de eğer bu yerde layık cevap vermeye kalsam sakçakı çünkü nemler. O namazın ortasını balığa görmegen keyin biz namazın yeni çıktık. Bu yerde ne yapmış çıkmaz tutsam yana dikkat atlı. Çıkıp tutsak 10 sol başlardaki çatkallık var mı yönetişler bir arasında adamın birlikte kalmışlar. O çöpler başına yana. Aşağı çöylep hem de balığa tüfünde koygan biz aşağı mashinaniki liplab qilgan shu oxirgi to'rtal cheg'ana shunaqa liplab qilganlik yo'q. Aslan bo'lamiz mashina, kulgan mashina. Agar ovozini esa chaqiringlar. Derizasi uchiq mashinaniki. Agar ovozini yetmaydigan bo'lib qolsa, tashlashim bo'ldi mashinaga. Saqlab biz deb shaylar boshlagan. Deb u yerda mashinada qolib shu vaqtda qo'polashgan nima qilmadi, chaqamdi. Rahat qilsam kesh o'tdi vaqtni. Biz ham 400 kilometr nariroqqa kelgandan keyin biz mesela yerib to'xtamdi. Qanday bo'lganini bo'lgan qanaqlarimiz deb shunga qilib kesh o'tib ketdi soat 12 yoshga chiqdi. Bu yerdan atrofdagi o'tal va bozor behush vaqt ketdi. Ham belki shu kes o'talda yetib qolmay deb o'talga qarab yonvaqsaq, bola qaytib telefon qildi. Yo'l ketib qolgan bir mashina oldini to'sib, shundan telefon so'rab, telefon qildi. Qanki biz shu qizil Minar Swachamining atrofida to'xtab biz u vaqt joylar juda qashqar atrofda sizlar bilan deb shamli o'qitsam siz qaytib kelsanglar shu minorning yonida bir bo'sh yer ekan o'sha mashina to'xtasanglar biz kelamiz deb boshladi. Nima qilib Toshkentga qaytib nasha bordik, minorning yoniga bir shig'illik qilmaydigan mashina to'xtatib savol keldi. Atrof chiqonchimiz to'layda atrofga. To'lab boshqa natmush adam o'tib miyada to'lab yurib deb so'rab bo'lsa uni xatar, ammo bo'lmasa qanday tepishimiz uning amali yo'q. Atrof qancha bo'lganini ismini to'lab baxtim. Arlıqda
Abdülkadir çağırtıp alsam şu balanı Abdülsamet şu çatkalık nasıl çıkıp hem de balanı köşkü balanı çalışıp köşküyendek tepişkan bulduk hem de. Yani kalan işki balanı ama şu çatkalık içine yeterli basaktı diye baştan çıkıp o balanı verip o balanın jigine şunu sakı çürüp üstü beşine ait bezep onun diken yara tutkulları. Onun diken şu prop etken aşına kalette. Maşını çıkıp onun diken sert basağı yıkarak birey bağını diken o balanı kusunu bek aşması mendili. Yol boyu dostuk maşını bir dukandan asak iyi alıp birine saldık. U yerga 30 kilometr nariyoqda bir aravda bir yemek qilmish, bir bozor. Shu yerga berib, o'taz min elib, u bolani shu o'taz 2 tal o'chirilib, men bola bilan birga qolgan ish bilan ham birga yotdi hamda. Bola mo'jol shu bu qonkin ham sirt chiqib, ham ketsimi uch qilgan do'konga keladi. Soat bir ish ko'p ketgan bo'lsa ham, sirtda uch do'konga. Shu do'konga kirib, u bola hamda shu kelgan sotniga shu kaltishdan u bilan oldim. Chunki erta yo'lda yo'l o'tib, endi mashinada kelib yoki qiyofatidan diqqat qilgan bola olib qolsa, yo'lga siqishlama tekshirib qolish mumkin hamda. Tekshirmaydigan bo'lmaydi. Gerçi bizni tekshirmadi. Shundan shu bolani kiyim almashtirib, uni tushib chiqqan keyin ertasi saldamizdan deb u bolani penalga qoldik. Endi yo'lda har vaqt endi tekshirib shundoq tutilish ehtimoli bor, chunki Malayziya hukumati umr bolani qilib Malayziyaga kirmoqchi, uni fuqaro bo'lacaklar. Xudoga shukr, penalga saqlanib berib, u yerda uni burun olgan otelga qarab, bu yerdan oteldan o'chirilib, uch bolani uyga yerlashtirdim. U bolani mashinaga bola qizib ketdi otelga kelgandan keyin. Endi mana shu Malayziya chegarasiga kirib bo'lgandan keyin tutib qolgan olti bolani bir og'ir qilib, endi Shakirjon degan bola og'ir qilib, undan keyin o'rmonlikdan chiqib sal tuzroq yerda Istanbul tevrida bu yerga turgan yumshoq yam bo'lmagan shunaqa adam petib turgan shunaqa shoxshum voyali yirtqichga sal etizdan qirg'ib chiqib ketayda o'rmonlikdan chiqib shu etizdan qirg'ib chiqib ketgan qon u bolaning qo'lini shu ko'pini segirgan chog'da tumirsin tilib o'tgan keyin orliqda qo'lni sal yorulib yig'indab bo'lganda bolani qiziq qolgan shu etizlikni qilib shu yotgan petim uxlab qolib ertasi etizlikqa shu operatsiya qilib bundoq to'g'ri kirgan dehqon etizlikni bayqab qolgan ekan u yerda soqchini chaqirib bekitgan keyin u bolani ashyoga yuklashtirib soqchiga keltirib qo'yadi. Uni ham bizning o'rmonlikdagi bolalar o'rmonlik turib kirib turadi. Bizning ko'z oldimizda ekatda shogirdlar boshladi. Endi u Hoshimjon yerda qiziq qilib, og'ir qolgan uni to'g'ri bu narsa edi, undan keyin u bolaning tomoqlarini kirib sal arama o'tgandek biz bundan charchab ketdik. Aramalab endi ozroq bir kun arama olmoqdik. Aramab tursa qashinima uning oldin degan ishgan u yerda ham bir memlekatda deb bir tog'imiz bor edi. Tog'imiz mo'maydi, deya shu Tailand vaqtida yiqilib tushib, tiz yiqilib ketgan endi. U boshidek davolandi, lekin yana tiz yaxshi mo'maydi. Shular shu Adam Bilitsniki ularni saytib o'tmoqchi bo'lib, endi ular asl mashinasida qilib ketgan Adam Bilitsniki shirkiniki inisining uyida, o'sha ketgan mashinasi chiqib Ashlar siz bilan aloqa qilish mumkin deb boshlagan telefon nomerini shu mamlakatga o'tib turgan biz shu bizning ham telefon nomeri. Keyin u Adam Bilitsi biz bilan aloqa qilishdi. Ammo Adam maktab sabab degan keyin u undan bizning pulimiz bor chunki ma oldi bo'lgan hammasini asli shular oldi bo'lmas 7-8 puldan boshqa hammasi bahonga olib qo'yishni ularga pulni bir bo'lgan. Asli deyishgan bo'yicha shu bahonga olib borib keyin yeni bilgan deyishgan narsalar. Lekin u pulni biz oldin bermaymi? Ular harakat qilmaydi. Biz buni bir bo'lgandikmi, ularni bir majburiyat asosida olgan hech qanday bizniki tadbirimiz yo'q hamda. Buni berganik faqat shu insof qilib, buni ham bitim ashyoga olishga, olishni kutishdan boshqa hech qanday amalimiz yo'q. Birisi olib to'y, bir guruh olib Zamanki u biz bilan aloqa qilishami, men pulni qo'yib berdi deb bizning pulimizni qo'ygandan keyin ular aloqa qilishmay u odamni boshqa odam topshirgan keyin deb tursa, aloqa qilishib, men hozir pul olsam odamni son qaytib beray deb. Lekin keyin olib borsam unikimi qo'rqinch ekan chunki u odam ishlarni biz soqchiqlab qo'ysak, u chog'da odam ishlarni u soqchini ushlaydi ekan. Shundan boshqa u hukumatga devishmay hamda bizga qaytib berishni uyg'un ko'rgan o'xshaydi u mamlakatda. Uni telefondan keyin nagorman bo'lsam, shu chegaraga yaqin bir yana bir universitet ekan. Shu universitetning keyin kelganda, yana kelganda, ammo qilib men Malay birodarlar birlikda mashina chiqmoqdik, chunki ay tutbanlik oldin xabarimizda xabarlar bir adam qolmasin. Abduqo'yimdan ashlaniki do'stniki pretomog'dan kirib kelgandek, ko'z quloq bo'lib ashla tutib deb qoldi. Biz Malay birodarlarning borgandan keyin shu universitetga u ham 400 kilometrda berib uni aloqa qilsak, yana boshqa bir ekanlar. Uyga borsak, yana boshqa bir otelning qo'yisiga ajaytirdim. Orliqda ular bizni soqchi bilan keldimi deb shunaqa yushin birga kelib bizni ko'z quloq o'xshaydi.
Biz hem de şu Malay biraderining mashinasidan borgan yerga. U degan otamning nimasi kirdik, kelib u yerda cho'klarsan qani o'ylab yursam, birdan lekin shu Mehmet ukam meni keldi. Kelganda qarab, chiroyli tundim endi. "Voy, siz shu bilan nima degankin, sizning akaga qani bo'lsa, men ketib qoldim shu" deb so'radi. Qasam, shu sen men sizni qani deb bo'lmagan shu odam militsioniki, adam ham shu ketib bordi. To'xtam aka, pul bo'lmasa ham deb chaqirdim. Boshqa pul chaqirsa bo'lmaydi. Chunki ayni vaqtida bolaga kishi berib bergan pulning bir qismini ham shular elib olib, olib olmoqlik. U Odilbek ishini men tanımayman, shu Istanbulga kelgan Oyat Obodniki tunishgan bir birodar bor. Shu tuniyman. Shunga ham mana shu deb ko'rsatilib rasmini tortib oldim. Unga uzoq paranlashib, u bo'ldi. Adamning shu bo'lmasa, men ketay deb ketib qoldi. Ondan keyin men tukani elib u yerdan men tukani og'am bitmiş qana qaramamalarga ustini berdik. Tutlash bilan qaytib qo'ydim. Ben qaytib men tukani mashina bilan 3 jamdan bir yatak o'rnashtirib, men tukam men endi salomatlik bek nachar ekansan, unchalar nachar emas ekan. Shundan nachar ekan, saf tutmagani shu tukam bo'ldi endi. Bek uxlab ketganmish, mana dedi, men sizga ketdim, men 80 kilo atrofga kelman. Men sizga ketdim, men hozir mana shu jingdan chiqib uxlab ketdim deb. Shu 50 kilo atrofga uchiq qolgan. U yerda 3 jamlar o'rnashtirib, men tukamni bir ujuda. Bolalar bilan yoziq paranish nimiz bo'ldi endi. Kursimiz bo'ldi. Abdusamat bilan Noshimjon, Abdurahmon bilan paranishib, bir kun bizni sal aramayaptik. Albatta bu 5 bolalarni ishqal o'tanda turg'iliq mumkin biz o'zimizni bog'lashqa. U yerda haqni tatib olmaydi bo'ldi. Bosh bolalarni oldi bilan paxonga olib turgan, olib turli deb tursak, ertasiga o'g'lining biletilib, unda shu paxonga natija bo'linib, chunki u bani hammasini bir xonga yapasak, tutib qolsak, bir tutib qolmas endi. Ham bir mashina patmaymiz sekizdan. Shundan keyin mashina buni kirag'i deb. Ondan keyin bir mashina oldin yonib, sadaqqa nimadan saqchi bo'lib tekshiruv bo'lib qolgan xabar tonga, endi mashina aqsmonga, yana birisi, yana birovlar shu nimani bolalardan bir berashgan, otuzda shu mola qolgan bonga deyishdik. Deyishib tursak, mana İstanbuldan telefon keldi. Telefon kelib, shunday bo'lsa, shu Osmon deb bir bola ekan qon, u bola hozirgacha hech qanday Tailanddan nimaga kirmabdi, mana shu kirmabdi. Tailanddan kelishda o'rmonlikning ichida og'ir qattiq qizib ketib, shu yerda bir yosh kelib, ishlasak kundek o'shada yetib, o'sha yomg'ir suvi ichib, meva ichib ketgandek, inson saqlayib, unda undan keyin o'shada bir qurilish va yaniki ishlatmagan bir o'yinchi kirib, o'shada to'ldirdi. Endi u bola bu yerni qanday o'tishini uqmabdi. Nima yo'q bo'lgan shu uchun mana yo'nalishni ham qasib qarab mas'ulini uqmay qoldimi? Shu bola sizlar aloqalashmoqchi bilan aloqalashgan chog'da telefonimiz berdi. Aloqalashmoqchi dedi. Degandan keyin u bolani endi saqlab turib qoldim-da. To'qson kashf olgan shu kun kashf etsin telefon qildi Osmonjon. Bosh Yusufovdan atrofga bir do'konga kelib, shu do'konning egasining telefoni bilan telefon qildi. Telefon qilib, u do'konning egasi Tailandga qildi, bilmayman. Sonra Tayland çakılan Dinaş Abdurrahman'ın verdim kısam. Aksida şu Osmanlı'nın özgü verdi telefonu. Ben baranlaştım. Sonra bu balanın ayetleri o üç küçükler. Ben şöyle öyle bir savaşayım şu ne bileyim ki. Onun oldu içinde. Kaçam bunu geldi. Siz nereden dedim şu. Adresiniz verip bir onda kalsam. Adres kalsam. Şeyden etrafında bir cami var ki kalı çoğun. Mescid Muhibben'de bezilirken Google'da resimle çıktı. Baş camiyi bilemsem bilmem de. Şu camiyi bilmeyen şu camiyi namaz tuturdan dursan diye. Diyen ki onda olsa siz shu jamininki jamning atrofida namoz o'qiyabek aşağı kelam. Men undan keyin o'shaga boraysizmi aqli deb boshladim-da Tailandga. Sen bu ma'qul deb deyishib, o notni. Men undan keyin shu bilet edib Tailandga bormoqchi bo'ldim. Shu kun soat 3da bordim endi. O nima Osmonjon ham telefonni so'rab telefon qilganim dedim, sen men bank kartamniki numerini deb bergan. Men sana pul beraymi, şeydan telefonni aşağıya bergan. Vaqina bilan aloqalashmaydi olmay qolsa. Chunki u yozgi qishloq bundoq kentlar boshqa yerga chiqqan keyin bir yerdan telefonlaysa, telefon yo'q ekan birisi, uning yerda pul yo'q endi. Osmonjonning yanında. Shuning uchun bizning tekrar uni aloqalashishimiz tez bo'ldi. Ya'ni biz u berib yana boshqa odam bilan ko'rishib, uni telefonini ishlasa, atrofdagilar uni nimaga qo'yish mumkin, soqchiga. Shuning uchun yana bir qatim birisini telefonlab bizdan ko'rishmi xatar. Ana desam, unmadi. Voy, unda qilmayman men, telefon bermayman unda, hozircha qo'lga qilsakmi, unmadi. Yani amal yo'qmi shu nimaga Osmonjon deb, Osmonjon siz shu Mesjid Muhibbenga jamiga har vaqt namoz o'qishga kelam. Men o'shaga borman 3da, 3 namoz har vaqt namoz o'qishadi, buni deb degan ekan. Ma'qul deb shuni deyishdik.
İstanbul'a araştırdım. Ularninki hem de şu Tayland'daki adam ilişkilerin alakası var kendi. Ben berip ulardan küçük, onki adam ilişkilerin Osmanlı'dan tepiştirip, adam ilişkisi onu Malezya ötüş bulğanға, hem de aşağı değişmek olup, yolu çıktım et işte. Malezya bağlanken şu İstanbul'kiler adam ilişkisiga pul uruşup, hem de azrak nima, ular sürtten de benim aldıma biz çıktık, bir Taylandlık bir Budist kendi. Başınca çıktı aydınlığa. Bu bağlanın turbatqa en yakın aydınım Hatyay degan şehrin aydınım kendi. Ben şu Penang'dan Hatyay'a vardım. Aldım şu Budist çıkan keyin şu maşınsa, ben şu mescidin ben degan şu mescidga basam buldum endi başladım degan keyin uyga qadi. Ben şu niminiki esini nasip berip kelmen, esini uyatып qilib qarsam, jamoat nasip hech qanday Uyg'ur yo'q. Ya'ni 7-8 jamoat var bu yerda, yazılı haqlarında. Ondan keyin men ayamda hech qanday nima yo'q. Taylanddan pulusi yo'q. Ondan keyin telefon numaram yo'q, telefon kartasi yo'q Taylandniki. Ben menga eng yaqin bozor nerede de, çünkü o mescid var ya, bozor emas, yo'lni o'taman. Faqat yo'lda o'tib qolgan mashinalar to'xtab, bitarasini urib, undan keyin benamoz qilib, tayyorgarlik degandek, yo'l davom qilgan, shunaqa bir o'tamon tepsiga jam ekanda bu. Shu tashqariga ketib berib, mana shu telefon ocholninki, hozir qolamiz 20 yil burun qolgan shunaqa. 4-5 ta do'kon bor atrofda. Uzoq o'tanka. Normalde bu yerga eng yaqin bozor nerede desam, Salonun bozori ham yaqinda, 20 kilometr ketgan ya. Men eshitib oshiga olib dedim. Berip ya da şu dolar değiştirganı bu yerda ekan, bir ay dolar nima? Bir ay dolar, 200 dolar değiştirme. Bu yerda turib qolsam bu deb hamda. Bu yerda ham bir odam ilgisi var, ashunga ko'rishdim, ashuna salom dedi. Ondan keyin telefon kartasi bor, pul tashildim. U odam ilgisidan ko'rishib, men o'sha bir odam borniki, shu yaqinda men topmay qolib bo'lsam, shu bicham ko'rishmoqchi bo'lgan. Topgandan keyin sen ashuni elib, mashinalarni o'tib bo'lsam, o'tmada salsam, u olmadi. O'tkazolmayman. Yapamagan. Ondan burma bizim Uygurlar yardım kılan adam ilişken bu. 2015 yıldaki Uygur balık bunu etken yani. Balanın ağırlısı hemen o bulsam fıkım hemen sine şu dediğim ama şuna yayıt kuşak mesela böyle diken ben yakın durumdan çıktım. O anda şu kaçaşlıkını kesip kılarak adam yapmadı. Müslüman ki İdris ismi. Ama ben ötüz görmeme bazı hatırı şu an hazır pek askerler çıkıp gitti etrafta. Ben yoldaki geçme asker gördüm hem de şu korallı kaşınak. Xitayning burunqi harbiy formasi qo'yib taqaraq, borib ketgan alan askarlar. Shu qar mashina to'xtatib, mashina mashina shu bizni tekshirmada. Men tekshiruvni nima ish qilgan to'g'riliq ham gapni tayyorlik qilganda. O'shaga yaqin bir yana bir Aral Lankavi deb bir yo'q ekan, o'sha o'ynoqmangan men. Sayohatchilar bizni ashadimi ishni. Tekshirmay o'tib ketgan. Shundan keyin u adam deysin o'lmadi. Istanbullik bolalar ular qilsa deb baxsizlar, yozar pul u bir men buni chiqarib berman deb aytsa, ular qilishim kendi. Voy men sizni razı qildim, ularni deb boshladim desam, olmadı. Ya ben yazan qilgan bo'lsam, yana o'xshash bo'lmadi, yazan qilib saqlab bo'lmagan deb. Onlar da onun gibi ekip olan şu şokurmuş, şu şunlar demek. Onun da azak 50 dolar pul verdim animiye. İdrisgen koçakçıga. Onu desem bir şey yatamsa, mesela oldu şuna mesela geçsem 20 kilometre neratki camiler yana tutunuş eden demekçi. Başat kuşmak için bir satım bir zaman da. 20 kilometre neratki yedi kuşmak tutsam ya olamdan. Bu yer yasam tepşirmeyme. Sen bu yer yatağa yok dedin ha. Yatağa yok olsun ben şartım sanmaydı o da. Ya şey yapıp koyduğunda bu yer yer anlatmak yok mu? Kusum çıkıp. Şu mesmui ben yiyip vardım bir kaydım. Hem Şamlıca berip optuk. Onun için akıllı ki Milavul ki çok razı bulurip. Onu yol selvettim. Bu yerde sen yalnız kaldım varlık bir Tayland'ın iken şu yerde telefon kartını etme. Şamlık girdim. Şamlık girsem o mesle nimi yok. Osmanlıcan Şamlık girmedi. Şamlık'a kimden otobüsen cemaatin gelip sorardı. Sen çünkü bu Nartunuş başındaki kası sorarken bizden o kiyim şeklinde oluşmagan iken çırayı bu oluşmagan iken gelip sordu yani. Sen nimishqa bu yerda o'tirsan bo'lganki, men asli sayohat qilib olgan, bilan qolgan ekan. Yo'ldan qachon qo'rqmalimni pasportimdan tushirib qo'ydim. Xatayni bir agentlik ketmoqchi shonchadan turmaydi o'shanda. Desam mumkin ovda qo'yib bo'lib ketib qoldi. Motorni minib chiqdi. Nima turdim, yana atrofga hech qanday birasi kelmadi, u nima yo'q. Atrofga yanimda shular bilan baxtli bir şey bir yana mümkün turib qolgan bo'lsa, men Osmoniyani to'g'ri mana qilsam, hech qanday yo'q. Bu yerga ketgan shaqillik yani, adamning biloqqa yekchashna o'chib ba, asaq yana atrofga. Endi mashina oldidan keyin shu yo'qolsak tashol bor. Kecho'g'anim qo'saqmashdi qasam. O Xubdan geçen bir atrofda bir yig'ilgan so'zman. Bilasiz bir bo'lmay qolsa aytishga ma'qulsin qolmaydi. Yo'l bo'yida shu tasholon yo'l bo'yida tursam, shuni o'qib kelgan. Birisi motorni buyuk bo'lgan, shuni to'sib tursam, musulmon ekan u. O Taylandda mana sanchiga so'rash va musulmon va budist boshliq rangi u.
To'sqan keyin assalomu alaykum deb halol ingliz o'qimayman. Halol tomoq quvvat bashar desam inglizcha uqdeksan aqlga chiqqanda 1,5 kilometr nariroqda qasam 4-5 yosh yolchi bo'lgan ayollar ishlaydigan bir oshxonaga kelgan. U yerda ish qarasida biz yigib oldik bir tomoq yo'q ekan. Misol shu intay siz quraydigan shunaqa beliq u narsa, shunaqa narsa. Endi u yerdan bir narsa qilib yurib, hozir bir narsa yedim. Yeb undan keyin meni ekib qo'ygan mesmo muyban yegan, men olib bordim qaytib. Men Qutdan vaqt bo'ldi, ham Qutdan mushayda qildim. Qutdan nima Osmonjon kirmadi. Kirmagandan keyin musha kech kirib qolar qasam dedim. Osmonjon bilan yog'lab chiqmay, yaman bilan Osmonjon aloqalashim dedim, kichkina telefon o'chiq qildi. Malaysiyadan, Tailanddan yerlik kartasi var, Malaysiyadan ishlatgan kartam bor. Men bilan aloqalashib olgandan Qutdan keyin yotdim. Yotdim, u yerda yotdim deganimda 23 kun qolasiz emas, daqsin deganim turibdi. Faqat imom namoz qilgan bir namoz qilganlar shunaqa yerda namoz qilgan. O'shada namozni qilgan qo'yib, mana shu daqsin o'tganda aytib qo'ydim. Masalan, tarafda nachiq desam shu kela deymizmi? Patmosh deymizmi ya? Faqat qo'yilgan tashlab qilishlar narsa. Shu narsa bor ekan endi. Sonrasında müezzin kelib, sen ağıyla kelmedimi ya azıq zəb şuna geldiğin ağıyla diplomatı. O'sha qarab turay arıq keldim. Sen meni uyam kelib armak bo'lashadi degankin, men uyam qasam topamaydi ağıyla. Desam nima qilib, uni qo'yib ketdim. Shu ketdim 2 soat 3gacha Osmonlarning kirishini saqlab o'tirdim. O'tirmay kirmaydi, amal yoqimda u yerdan men charchab keldik. Shu janozni tutibsam, bitam yataylab 3dan keyin biroz bomdodcha yetibman, bomdod jamoat ketdi. Tartibni bomdodni bilib qilib Sam shu muazzinmi nima gap tomoq gapmi? Uydan onu ben mesnasida ijroq yo'q bo'lgan boshqa uy turib, mesnasida yo'qligini o'qib, meni ashuna ichkilarni qo'yganmi, o'zini tomoqlar bo'lgan, shuna qo'shmoq tatli, qashnoq tomoqlar endi. Nachishga sog'im. Uzun zapqdan biznes o'xshagan yuqurmoq yeygan, buyurcha shvokan shuni aytadi. Uni yeb rahmat deb u yerda yana saqlab turdim. Yana bir bilamki qasam bo'lmasdan imom bilan muazzin yana bir qilondan ko'zini taqib qilondan keyin olgan bir adamni aytibdi. U odam inglizcha bilgan edi. Men axsham bir ehtiyoj bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Uni eklab, sen nima shu yerda turaversan, sen bir narsani qilib qo'yib deb portmoni bilan pasportimni yozib qo'ygan, o'sha turib og'inam kelib ketmoqchi. Og'inam kelib oldi. O'zim san pul lozim bo'lsa degan biz pul yig'ib berdilar o'shanda. Ya pul lozim emas bo'ldi dedim. Yani saqchi lazım bo'lsa saqchi chaqirib bersak bo'ldi dedi. Saqchi lozim emas bu deb bilan paranglashdik. Oddiy ingliz so'zgan u. Mesela ensirmemeyle, Nikola'yla keldi hozir mana shu tushkish qilman deganda boshladim. Agar turaversam yana ularning diqqatini tortish boshladim yana. Tush bo'ldi, yana tushdan keyin bo'ldi, yana shu tushdan keyin namoz boshlaydi. Shu vaqt namozni boshqa yerda qilyapman. O'sha tarafdan cho'g'lab yurib shu namozga nima kirmadi, Osmondan kirmadi. Keyin o'qsam shu Osmondan atrofda, shu atrofda o'qsam shu yerga tekshirish kelib, hamda shu soqchilar bu kelib, qurolni soqchi kelib turgan, shuncha turgan. U Osmondan ketib qolgan boshqa yerga. Ama yo'q, ta'sirga tushdim. Ta'sirga tushsam bo'lmadi. Men u yerga kelgan chog'da, Tailand kirgan chog'da ketishni bilmasam, kirib qolmaganman. Ketishni bilsga yana oldi. Shuna olgan keyin bu yerga ketishni bu yerga. Bu yerga yetmay deb, xat degan yerga taksi tutib, yenib ketdim. U yerga borib bir otel edib, u yerda sal yuyinib, halol tomoq deb yeyapman bu tarafda. Orliq shu 2 kun shu tomoq yeylikman. Halol tomoq deb yeyapman, u yerga bir kecha aram bilib, satganda Istanbulga yenib nimaga? Istanbul emas. Penalga yenib keldim. Yenib kelgandan keyin ham shunga yenib kelmasam, uzoq kelsa, penaltik bolalar turaversa bu yerda. U yerda saqchining diqqatini tortib qolsa, o'sha yerning ichida umi ham bola biraqlarga tutildi, ham bizga malolga yetdi. Ama bu bolalarni terrorist deb Xitoylar shunaqa davlatni sog'magan uyqulu deb buni qarliqliq. Shuna olgan keyin u bolalarni shu bolalarning turaverishi ham xatar, hammamizga xatar. Shuna olgan keyin u bolalarni aytsam bahona kerak bo'ldi. Osmonjon bilan aloqalashamiz deb aytmoqdan olmasakmi qilib endi armab tursak Osmonjon qaytadan telefon qildi. Yana boshqa telefon bilan telefon qildi. Men siz nerede Osmonjon to'liq tayyorlangan adresini aytmoqsam, aytgan qo'yma shu Malayziya chegarasiga yaqin bir yakapida endi. Siz nima biz deyishgan yerda turmadan desam, u yerda saqchi tekshirib kelyapman endi. Men turamadim u yerda. Turolmay boshqa ketib qoldim ketgandan keyin u yerimni yo'qitib qo'yib shu hozir turib kelgan keyin sizlar bilan aloqalashdim. Men bag'al sizlar og'li Ve üstüne köşeme yeni geldiğimsem, Turvatqa yeri endi qasam shu yönetmege adresini qasam mana sachigasi shu kilometr kelganda Turvatqa siz nerede desam o'sha bir jamida deb tushundim. Unda qasam shu podam bosar sen cho'moq deb yozilgan. O'sha bir shu bazaniki bir jamisi bor ekan.
Şu camiga qarab ondikin shu yo'nalishni dapadim shu jamining qiblasidan solga 10 gradus buyrulib, qayrilib shu tarafga qarab maqsad bitta taşyol bas, taşyoldan bo'ylab mangmay taşyoldan yani o'rmonlikka kirib, taşyoldan parallel şekilde mengay bassangiz, shu Malayziya chegarasiga borgansiz, o'shadan uyg'un bir yer tepib, o'shadan o'tsangiz biz chegara orqasidan og'ib borlayla boshladim desam, ma'qul dedi endi. U yana borgandan qanday ko'chish masalasi bor endi. Borgandan chunki Osmonjon biz bilan aloqalashmasa, biz yana Osmonjon bilan aloqalashamaymiz. Borgandan biz chegaraning atrofida mashina haydab, asta-asta yuramiz. Bu mashina kumush rangli mashina. Ana shu 4 chirog'ini yiqib qo'yib, liplab qilib shunaqa. Uning qo'lda chirog'i. Yiqib qo'yib asta haydab boramiz. Siz agar ovozingizni chaqirib, bo'lmay qolsa qashlatsangiz, uni qilsangiz, biz ana shu diqqatimizni olsangiz bo'ldi deb boshlab, biz baxilning yana qaytib mashina bilan mashkimiz ma'lum ham malay birodar bilan qiyin yana aşağı qarab qoldik. Oraliqda endi u nimaniki malay birodarning ishi chiqib, u universitet ma'lum bo'lganki dars o'tsan baytarliqda berib nimaga berib keldi. Kuala-Lumpurga. Ayblom bilan berib ayblom kelgin. Degan bo'ldi hamda berib yenib keldi. Ikkimiz birlikda yana nimaga bordik yana qaytib. Padan basalganga bordik. 400 kilometr keldi o yerga. Berib o chegaraga yaqin yaqinlashdik-da, shu Simtoba shani ko'rdik ekan endi. O chegaraning atrofida cho'ng Xitoyningki mozorligi bor ekan, butun Xitoyni halqandak qabr tashlari aytib Xitoycha yozilgan ekan. Atrof cho'ylab yurdik. Shunda kechki cho'ylab yurdik yana. Cho'ylab yurib shu qolsa u mozorlik atrofida ishlar ekan bu. Lolma shu 10 dan 15-yilga ishlab top ishlab ekanda. Bu yerdan bu Osmonjon bu chegarani o'tib qolsa bu yerdan endi ishni olib yuradigan bu ish qilaman deb, chunki o ishda biz qo'llab boqdi mashina orqasidan deb. Eslab o'sha yerda bir Imom Buxoriy deb bir jami bor ekan, kichikroq shu jamida namozini o'qib, undan atrofda shu qurach kiyinib yurgan saqchilar bor ekan atrofda. Biz endi ertasi shu yerga tomoshadan o'tmoqchi bo'lgan sayohatchi chiqibdi endi. O'sha deyish bo'lgan, u yerda bir musulmonniki tomoqxonasiga o'xshab tomoq yeb Qasaq atrofdan shu biz o'tirgan yerga qancha u kelib tomoq ichib o'tirib 2 soat 1-2 endi. Hatto 3 soat ishlab o'tdik. Yana mashina haydab cho'ylab yurimiz anaqsida yana tepishamiz bilan. Osmonjon bilan. Ondan keyin u yerda ham haqlarida qasam shu uyning oldiga homestay deb yozilgan bir taxtaning tepsiga yana pul bersa shu uyda yotqizilgan. Shundan keyin bomdodga yaqin ham nashadagi birsiniki uyini cheksak bir qayerdan chiqib undan keyin aylanmashlar o'zi mehmonxona qilib olgan bir bo'lim bor ekan, o'shaga ishimiz boshlab kirdi. U yerda bir ujra, bu yerda bomdodniki yotdik hamda. Endi kichikroq arabatda o'qingan shundan shu peshindan endi mana sirtga chiqadi yana shu Osmonjon bilan 3 qilib mana shu ko'chalarda uchrab qolish mumkin deb, o'shada yana bozorda yurib boqdik hamda kichikina bozor bu. Uzoqda hech qanday aloqalashmadi Osmonjon bilan. Yani Turbaqqa hozir Osmonjon o'shandan kelishmadi. Yani 400 kilometr yo'ldan yenib kelsak bo'ldi. Turib ammo yo'q yenib ketdik. Kechish turib hamda. 2 kun yana o'tib Aballarni qanday qilib bo'lsa ma'qullik bo'ldi deb shu qarorga kelib hamda yenib berib keyin u bolalarni bilet olib aytsa, shu kun so'ng aytsa nimaga yetmoqlik qildi. Hammasi bir xil kelib maqsad yaxshi olmaydi. Ikki to'g'ri olmaydi. Yani birisi mashina patmaymiz, yana birisi mashina yetmagandan avtobusga maqsad bexatar bo'lgan bizga. Shu paxonda shu bolalarni oldin xabar yo'qam bola shunaqa dedi. Keyin men shu bolani qoldi, Abdulg'ani ham shu bolani qoldi. Onun keyin Turmalay birodar birisini og'ir qo'yaraq saqaymog'ini Yusufjonni mashina soldi, endi 5 bolani ayirmayrim shu qoldim qilib biz oldimizga paxonga kelib qoldim adam kelib bolani ketmoqchi. Ash oldin ketib bo'lgan bolani oldin xabar yo'qam biz endi shamsulodim deb. Ama burada şu Kiyal Central'daki camide kırışılan bulduğu deb mangan endi mishallar chiqib Kiyal Central'daki cami şu Kiyal Central'ga bir ketmasli cami ekan kichik. Men shu demoqchi. Abdug'yunkam Kiyal Central'ning yanında bir masjid garada yuvaraq cami var sirtda u yerga bekshiramiz. U camida shuni qopdi. Axir Malay birodar bilan Yusufjon shu Kiyal Central'ning jamini saqlab turibdi. Subhanallah. Ben beraber yakın telefon kalmıyor Müslüman, niye Abdülhamid Kanka. Bir olduğunuzda bu bizim bunun ketken. Biz kilit başına snigarak oldu. Ben snigarak yalanı bile mesne. Kia Central'ın peslik camiye şeylik kurslan bağlı tutulsam. Ben onda şunu kutmayan da bu yerden yani yeni Kia Central'ın camisini kaldı. Şu anlıkta hem de biz aşağıdan kamerası şu kaptık. Genç birinci anlıkta ötüyor. Balık aklından tutup bağlı şu Kia Central'da şu
Nima düşüp kalgandan biz kamera açıp kalgandan şunu kolajı tutup keyin şu balalarni ham tutib turish jarayon so'roq xatirsidan o'shaki sochlarni bergan kuchurlardan endi uqdim buni. Bo'lmasa nima bo'lib qolmagan. Ondan keyin shu Ikea Central tepishdik. Ondan keyin u yerdan ikkitasi bilinib endi uzoqroq bir yerda tomoq yeb, u bolalarni shu og'ir kelganlarniki, tunishniki bir so'm uyga olib kelishadi. Shu uyga kirib, u bolalar bilan bir ko'rishib, undan keyin har bir bolaga yo'qdan pul berib, 400 ringitmi, pul berib, undan keyin 5 telefon berib, power bank yanasini berib, ondan keyin biz bilan aloqalashamiz deb, u bolalarni bizni oldiga chiqqan og'ir kelganlarni u parxonqisi bilib berib, shuni soni bo'ldi, bo'lmasa topshirib qo'ysalar, o'zimiz aytamiz. Anaqa uni topshirib berdik. Oraliqda endi shunaqa tutilib qolgan, u bizni qolgan bolalarning xabari chiqib turdi deydi ular. Birisini tutib shunaqa Tailandga o'tib turibdi. Uni ham birisini tutib shu Malayziyaniki immigration shunaqa tutib shunga deb o'sha xabar keldi. Uniki turishni qilmizlar oraliqda bizga shu izchil burunda yordam qilib o'tgan 2015-yilda bo'lgan bir parlament a'zosi bor edi. Shuning bilan ancha boshqa xabarlar kelyapti. O'sha sochlarni ko'rishib ashbolni oldi deb Kuala Lumpurda bir kecha yotdik. Yetib undan keyin ertasi nimadan xabar keldi qayta. Osmondan xabar kelib, Osmondan men o'tib oldim. Chegaradan o'tib oldim Malayziyaning ichida. Men og'il kelsangiz o'shandan biz u Osmonjon bo'lgan 800 kilometr nariroqdagi Kuala Lumpurda endi. İştidan keyin men olib ketdi. Siz ham saqch tutibdi, bilgan bolalarning ishini ham saqchlarni o'qib baqsangiz, men mana shu birodar bilan Osmonjon og'il yetkazib, shu kunlarga yo'lga chiqdik. Chiqib tushdan burun chiqib kelamiz endi. Chiqib shu nada bo'lsam, o'sha ayniqsa telefondan keyin shu bir Hamida deb bir restoranniki qishda o'sha turadi boshlagan endi. Degandan keyin shu to'rdan izlasam, shundan so'ng o'zi chiqdi. Shunda qo'shilib boshlagan olgan bo'ldim deb bordik. Nimaiki endi telefon yo'q endi. Osmondanniki. Shundan keyin o'sha borsam ko'rishman, yo'qolib ketmaydi deb bordik. Mesut Hamidaga berib qolsam, yana yo'q. U yerdan ko'rishmayman, umidsiz kechib ketdi bu yerdan. Bu yerdan yana nariga yetamiz deb turgan chog'da Xalqin Osmonjon bizni aloqalashdi. Qasam siz nada aytsam, men boshqa bir yerda meni saqchilabdi. Saqchilib oldi, tutib qo'yibdi. Ko'rsadan ko'rishmayman bo'ldim, qolgan bo'ldi deb tursam, o saqchi mashinasi uzalib, yana 30 kilometr taxminan bir uzoqlikda bir yerga borib, o'ziniki boshqa ushlarini sotib chiqib, motor qarab olsa, motor qarab olmasdan qo'yibdi, menda boshladi. Ama ben adresini yönetip olsam, avazını yönetip kasım şu başka yönetip adresinin bir 40 kilometre yakın bir yere koyuttu. Biz hem aşağıda mı kandak yeken de şu an desem 10 tarafta taş yol var, düz taş yol. Sol tarafta çoğun orman var, ormanın gibi bulunda şu yolun karşısında restoran var ki şu restoranın işi kelsiniz, ben ormanlık tutursam, siz restoran işi yok olan ki ormanlıktan kırarlayamaz mı? Ben şu an sizin kendiniz kırıp aşağı tepkisi akıp başladı. Ama aklımda şu 40 kilometre kilgan aşağıya mağluquz. Ben o rastlagendek nimeni yönetmegen, WhatsApp'tan location yönetmegen. Şöyle bağlılık basık rastlagendek şöyle taptık. Bir tarafta yolun üzünü sürtünez. Barsam aşağıda bir aşağıdan aldılar. Çok topkar ormanlık varken. Aşağıdan çıkıp otadım. Çay içip otadım, su içip otadım. Onu oturup baktım kısam yani birisi ormanlıktan çıkmadı. Çıkmadan endi o nimaning uchunmi shu aşağıdan su otoqalarning soqasi Protkine saqchi men o'qimayman. U yerda xarita qilib, o'n sonunda izlab qo'ysam, bu biroz olib keldi. Chunki u yerda shu chegara rayoniga shunaqa u xalqlar qo'shilgan emasmi? Shundan keyin uni diqqat qildi. Shundan keyin u yerdan qilmay, tepshamay sirq chiqdim. Mashina haydab, o'rmonlikning yonga taraf berib, o'shada to'lab boqaylab, Osmondan to'ldim. To'lsam u yerdan bir hech qanday biroz yadimda. Ammo yo'q, yana mashina haydab o'rmonlikning tarafiga, o'tib, tosh yo'l tarafiga. O'sha yana Osmondan to'lab to'ldim. Tursam o'rmonlik bilan yo'lniki o'tish yo'ldan o'rmonlikdan izra qo'ygan keyin yo'lga yomg'ir suvi boshlaganға 3 metr kilometr ozgal ko'lab bunday baqa qishloq bir ozgal ekan qara. Shu ozgalni motorda o'tiribman, Osmonjonning ovozini anglab boshlab ketdi. Kelgandan keyin birdan o'tmasam, mana men deb keyin chiqdi o'rmonlikning ustidan. Qop qara endi u nima. Osmonjon qop qara o'tib keldik. Endi u biz ko'rishgan vaqt 10 netsi biz lazım. 11-20'sinden bir ay yakın ormanlıkta geçirgen bala. Benden çok 38 yaş yakın kendi baladı.
Onun İstanbul'da 3 balası var, ailesi var. Şu 11 balınınki 6'sınınki şu İstanbul'da aile dağbatları, tutkunu, çıkılan balları şabandı. Şuna kadar onun üzerinden bir oğlum var. Şuna kadar o balanın üzerinde keçiler yaşanak. Ürü oturup, o dedin tartma kalbime hoş karşı balı bu. Bolsu bir kutulup, balır bilen bir cem o kitken bolsa, balırın içinde bulmasa, üzüm bir azatlık çıkıp kalsa hep nahiyeti. Tanırgenmem o. Aksa o balı, o Osmanlı'dan çıktı geldi nahiyeti. Ayacan bilen koşulup, çalışıp kürüşüp kulduk hamle. Aşı ormanlıklı matrak ütmede, azanın içinden, şuntuluk azanın içi kirip, aşağıdan çıkıp kavuşu edilgemdi. Maşadan çıkıplarına Osmanlı'dan aldık dep kakılar haber verdi. Ailesi bunu haber taptı, İstanbul'dan haber taptı. Hem öyle ait hoşuma gitti işkilip. Onun ki Osmanlı'dan elep aşağı yakın, yani Aralı'ya yakın gelen şehir. Bunun aşını bilen bir yatkan yatı o. Şu bana ağancıklar şu Aşıncan Abdurrahman Osmanlı'dan bir yatkan yatı. Şey vardık. Berip bir yan kaydın yatak edip, Osmanlı ağamı giyim kişek bu nesle bep, yedi anazak nesle elep, onun için monçol düşüp, jüyüp tanıp diyendek, bizim ona çarçak tutup ya da elçi düşükçe anılip, bırakılan ki aşağıdan paxın diyen yapırı, beş bal, kalan balanın hamısıyla birlikte şekerleştirirdiler. Evet, şuraya yolu çıktık, paxın genin uyaga 1000 kilometr etraf kilometre, 1000 kilometr çıkar kilometre ki. 1500 kilometre için çıkıp kapıyor. Paxın qarab mağdıq. Yolma baş bir yer toxtatırmaq yer bir yerdə. Onun için Osmanlı'nınki Çeçini yaslayıp, azraq uşaq çocuk minoma üstosuna ait biz bu dilek bütün jarayonda ben üzerine ağam bir narsa şu çağda bir t-shirtni bir aldım hem de göşem. Az zaman bütün pasaj ağırla kurultay pul toplap onu hıyanatlı olup hani ben onu iki kulda kındak delil var hıyanat kaldı olduk ben kuldum. Aşın boz oturup çıkarıp bize takıma üzerinki gibi onun akısı olsa takıma gibi bir sabah olur olmaya kalsa bunun bu kan kaptan ama hemisi yani inanılsız bu ahlaksız kılınca. Bu yerde mevciviye bunun gibi düşünsel yani şehirinde o sotaya. Şehirden çıkmış bir nefes diyendek kaydedin ki şu an canı yani yol çıktık. Kuala Lumpur ets verdik. Ets ima. Ki şu an vardık Kuala Lumpur. Ver başlayalım gibi otel kunup. Ertiyinse şu Kuala Lumpur'un yanı kaydedin. Bakın yolu çıkıp. Ets ögülük 3 yakın aşını bir vardık. Bakınla. Bakın bağın ki bakın geç balarının aldığın haber oltan şemsulardan diyen kubradan kitlesini vardı. O ya İngiliz çıkmaydı o. Ya ben sözlügen tötülünün işgal tutmaydı. Onun sözlügen tilini akmayla. Telefondan ait cil olup kettim de onunla tepişemeyip bir adası vertken koşu adasını etrafı geldim. Şey çıkmayın geldi. Ya o beni aldım çıkmaktı o. Ben ya ballarına dokunmayı ben. Aşağıda şu ona telefon kuşamay. Avazını sal yukarı götürüp paranız bitkeme bizden ballar şey ötmegen adasını ki. Yanındaki binanın ama üstü kavetken. Bu ballar öyle durup ben avazını telefonu kan avazını anlattı. Anlap kalsam bir çıkıklaması geldiğinde kalsam bizden balman birisi. Onunla kullanmıştı onun için aşıyor. Binanın şekeri balı bilen Osmanlı'nın son kısmına bunu da tutup eşik ettik. Görüşüp balı nahayet hoşup gitti. 11 balla şu 11 ballarını ise aşağı telu olan oldu. Yani bu yerde hoş olup bana balı tamak okuyan kun ben mesela yer kavşaymışsam bana lıktı onu tamakını. Bir kişilik sonra korktu. Onu yiyip balı bilen paranı şey yiyip balının ahvalını hem de nimede Tayland kep kalgan balının ahvalı kandak. Malaysa'daki kalan, ma 11 baldan başka 9 balın ahvalı kandak. Kimler ne tutup kıldı yaşlasın hamısı kaydın sonra çıkaydı. Bir detaylı onu yazın. O bala Milan Berlin'e girdim diye mesela 2010'lardan bakın okumayken hem burunlar şu nimeden 2015 yıl İstanbul'un gelip tutkusunu zuhuda o ballarınki türünü Tayland'ki türünü yetkalarınki pulsuna kalkıp koygan kılırken ma şu kütektek mahallesinde maaşına kılından çıkıp koygan aksiye bak ma şu bir yer ma şu Tayland türünü sulaqlıq uygulaninki endi sulaştım burun endi babağım pul çekine açlardan saçları tızınlap etken kul. Elep onun dikin ayrım bir yatsaqlalı koygan pul ne? Aşlar bizim aşağıya geliyor bu da. Aşağıda sanıp pulun sıfırda o degan keyin ulug' bo'lib ulug' ishini bizni pulimizni sanab pulda bo'lsa anamiz el o'tgan 600 ming dollar yaqin pulda ishlab oldim ham hech qanaqa pulimdan chiqardik berasam bunda isbot yo'q lekin shahid bor endi bu gapni qilgan shahid bor bizni pulimizni shu elib oldi yo'q deb mana shu ko'kdak abduqodir tumturkma shu aksiya yaxshi beribgan pul ekan undan keyin bolalarni shu yerda paranglashib uniki ahvolini sal tizimlab qog'ozga yozdim yozib yani ularni u yerga yerlashtirgan bilan Bahonga ularni aktiv bir masala endi. Turkiyaga ularni Turkiyadan boshqa har qanday ev bo'lsa, aktiv uchun diplomatik bir ish endi.
Endi o ishni shu nima Dolqun Aysa bilan Ömerxon apamdi. Shu ish bilan biz qilmiz qilmaslarni shu bexatar joyga yerlashtirib, tutib qolmay yashab tursa qolgan ishni biz qilmiz boshlagan. Ondan boshqa men bu jarayonda men shu ishni qilayotgan jarayonda hamda bir Uyg'ur bir birodar hamda shu Xitoydan 4-5 ming kilometr yo'lni ham ash bermoq o'tib, bermadan Vyetnamdan bermoq o'tib, bermadan shu nima o'tib, Malayziyaga o'tib, uni shu Istanbuldagilar shuni o'rlashtirib hamda pul yurib odam dikisiga shu Malayziyada turayotgan bir vakan qilmoqni berishga, Turkiyaga berish lozim bo'lgan nimani gitlagan shu rasmiyatlarni bijirib, uni shu Malayziyaniki parlament a'zosi biz 2015-da bizga yardım qilgan bir parlament a'zosi bor. Shu parlament a'zosi yo'qsa qo'ygan hozir Turkiyaga berib qo'ygan. Hech qanday xabarim chiqmoqda. Endi arlıqda şunaq berib, aşağı kaçıp berib, aşağıdan şunaq qanunsuz yollar bilan mana shu hükümetga şunaq ba'zan yardım bilan Turkiyaga berib qolib barkan. Endi ya shu umr bo'lib shunday o'tkazmizmi Istanbulga yoki boshqa diplomatik yo'llar bilan qilamizmi? Sizmishadamda saqlanib qo'sh a'lon xabar olmishadam, uni olishga kirsam ishada öydəmdi. Saçma tutulsanlar degan narsani toplab, men mağlub bo'ldim. Chunki men Gollandiyaga kelib, yana o'qishni boshlayman. Gollandiyaga chiqib, boram vizamni tayyorlab chiqamoq, shu vizamni e'lon keyin yana o'qishni boshlayman. Kamisi bo'lmaydi. Soat 10:20 shu binodan chiqib, uzoq o'tirib ketganimizni vajib bir chimni qoldirsa, o'ynagan ekan. Sambilandikina shu malabrada keldi oldi. Gollandiyaga yeni kelib qoldi. Yeni gidip bu yerden kalan, şu saçma tutup kalan bu babalarınki, yani bir şarkı canlı bir balabatı, şu babalarınki abla kuyumlarınki, şu Müslümanı benzem, ezirgin kılımızı. Bu yerde aşırı tutup, şu babaların sakçınınki, sakçıkanınki, şu kalıcı geldiğini bildiğin işte bir sakçı çıkanı, onunla şu $1000 versem, şu ne abla kuyumlu, şarkı canlı, açık bir meğen, da başladı kendimde. Deptiken, onu şu aralıkta Kuala Lumpur turup, abla kuyum kamp kılıp atkanım. İşte bir sitede ben azrak pul verdim. Bana hamısını beğenmesem bu, $300 pul verdim, başlaştık bir sene getirdim. Belki onun aralıkta çok alaklaştık onunla. Alaklaşıp aldığımız geçen günde baktı. Onun linkinki cümle günüzde baktı kılıp o kalanmadı yani. Onu aldık yani olup $100 pul vergen o pullar şu şundan gitip kalan oldu. Onun için biz 12. aralıkta benimki aşağıdaki Malezya konsultansıyla tanıştığım baktı. Aşağıdan köştüm. Ulan ekçi doğruluk. Malazya'daki konsulu 2015 konsulun baş olup Merve'ye başlayıp bir ayal yan konsuluk bir yerken bağlandı ki bu uçakta biz aşağıda vaxtımızda yeni gelgen konsulunu hem de onun soldu ki Malazya'dakiler de bir tabrikler yapıyor ançımı görüşüp o kadar vaxtken ait aldırışken kum. Ben görüştüğüm olsam o görüşken bana bir randevu vermek oldu. Şu Malazya'da konsultan işlediğin imam tanışıyorum. Şu konsuldan görüş kılmayan bu da bir vaxtında hem de aralıkta ben şu Malay biradırla birlikte tuttum. Abla koyun bu yerde. UNHCR yardımıyız. Ondan dikin Malezya konsultanı, Amerikan konsultanısı, Kanada'nın konsultanısı o bulu bilen köşmende. O başka yerde jüdiyemdi. Çünkü biz gibi biraz dikkat kılıp hem de tutup basak bu ayrım birazınız olsun var ki sakalaylı bu da hem de aşağıdan jürgülükemdi. Çünkü ağımızda kim bakim yok kulamaydı. Hatta ki burun aşında işlağı verip hem ağız Xitayning adamları kirip edip aşına kıgalım bakken çoğandı. Şundan şu olsun da biz yani ihtiyat uygun olsun da ayrım hareket kılıp şu telefonu köşürlük. Allah'ta Malazya'daki Türkiye konsolosluğundan köşümende yürüyen çalar şu nimede işlediğin konsolosluğun işlediğin tanışıyorum. O Rodislav Bayram kitapta o Rodislav Bayram'da aramalıken resmi aramaya bir gün borularken neymiş kütürkemdi. Aslında işini kütürkemdi. Şuna varken o Rodislav Bayram'da keyin kaldı yaksın köşünü anlaşamadı. Degendiken Ömerkan bilen köşünü Ömerkan bilen desem Fıkan bol deysiz köşünü sonsuzmamış Malazya'nın konsolu bilen biz alaklaşıp bol okumayalım yani. Başa degendiken ama kulüp biz Abdülkadir bilen değişik olalım burada kayıtın bir 13 gün yanlış gibi dörtülüş gerek. Görüşüp hem de hoş iş şeyimiz oldu hem de biz bir vak aşağıdaki bir Özbek'ten tanımakası var ki aşağıdaki çıkılıp bütün hesap kitaplarını yani hesap kitap ne Abdülkadir tutuluk. Ben üzerine yeniden buluşa geldik ve üzerine gelen bulunma şöyle bir ilk geldi. Abdülkadir verilik aralıkta mı hem de Abdülkadir yalnız kul yetmeye kalsa kaçlarında belki azak kulu var. Bak sen misin insanlar Mina şimdi kaçıyan buldum azak yapağı ne? Yapağı mı bu? Üzerine yeniden kaçıyan mı bu? Sonra beyin olma bu. Mağanadın Mina erişim var. Maçlık erişim var bu. Sen bu yerden yeniden kaçıyan buldum. $500 verdi. Kağını yemdi. İstanbul'a yeni bağlanırken şu azvarlarımız olarak kıldık. İstanbul'a bağlanırken ben kaçıyan buldum bir kısmını İstanbul'daki cemaat. Şu işkan buldum azak verdi. Onun için kaçıyan $1000 ne? Ben Gollandiya'ya geldim. Gollandiya'da şu işkan жылған puldan $1000 €813 şu en alt skinny boyunca ne bileyim aldım.
Oslankamdan. Arlıqda o adam bilgisi bergen pul, onun için ayrıplan bileti, kıyımkamdan beriş kiliş, Arlıqda o maşinalı ketken, o may bulusu, maşinaya bir katılıp 10 şattık, onun ketken pul, onun için şu bizge adam çoğan malay birader gibi, dolgun kamande, $500 bir koyuyor, umu 5 yıl kuşkadı hem de $500 herkes onu harcamazsın, fakat lakin bir konu umu şu halısanı kılılık yerden ne ama iş olmasa onun hem de ailesi bu nasıl var. Şuna vakat kimani yıktımay, az köymay, ağayandak $500 onu verdik. Hem de hem işinki aşındak taloni bu nasıl var. Ben bir moğacan bulamadım bu işten. Hem de dolgun kam lazım diyor bulsam çoğun başlandın bir ona bu da bu gitti hem dedi ki ben kepnon sıkısı Allah razı olsun plan yapılan. Şuna onun mukabil pul erişine benim ihtiyacım yok çünkü pula. Ciddi bir ihtiyacım olmadan pul erişine uygun gördüm. Eğer ihtiyacım olmasa alattım. Meğer bir ay ağır oldum da vakat bir $500 olsun pulum alamadım desem bir etti. Lekin olmadı dedim. Şuna bir oturdu hıyanat boğan hiç kandak yok. Bu işe pulsuz pul çıkargan, küçük olsun küçük çıkargan, akıl olsun akıl çıkargan hem ölen inşallah ecrazımı aldı dep qarayman. Çünkü şu ballar hem de uktuz oluyor. Hem biz barmagan bolsak tutulup yerge şundak o ormanlıqның içinde ölep ketişi mümkindi. Hem 9 yıl mümkün tutuldu ya tutulgan keyin o ballarning kim sürüşini azık için quvvat emas. Natavi diyen bir türlü tutuldu da.